Nur katyolari do'stlar juda katta yangiliklarda davom etyapti. Qaranglar, birinchi yangiligimiz miyasi poni karbon qo'lindi, eshiklari ham. Undan tashqari do'stlar oyna qo'yilgan, ichida dekorativli bo'ladi. Bu oyna 1600 gradusga chidar ekan. Eng zo'r tarafi do'stlar miya karbon bo'lganligi uchun yomg'ir qonda tashqarida tushadigan bo'lsa ham ancha-munchaga hech narsa qilmaydi. Bunkerini xohlasangiz 100 kilodan 150 kilogacha almashtirib berishaverar ekan. Ikkinchi yangilik o'tadigan bo'lsa, ikkinchi yangiligimiz do'stlar bu Rossiya texnologiyasi, ya'ni Rossiyadan miyasi olib keltirilyapti. Zo'r narsasi bu 500 kvadratga moslangan katyol bo'ladigan bo'lsa ham miya zo'rligini hisobiga 150 kvadratlik joyingiz bo'lsa 150 kvadratga moslab turib ishlatsangiz bo'laveradi. Asobi 150 kvadrat yoki 200 kvadratlik katyol olishingiz shart emas. Bittasini olasiz, universal nech kvadrat bo'lsa hammasini urib ketaverasiz. Uchinchi yangilikka keladigan bo'lsa, juda katta muammo aqlli katyolda svet o'chib qoladigan bo'lsa nima qilamiz? Do'stlar qaranglar, aqlli quti deyiladi bu. Buni ichida tayyor akkumulyatori, UPS, miyasi hamma yo'g'i joylashgan. Aytib o'tganimdek, bunker 100 kilodan 150 kilogacha xohlagan ob'yemda qilib berishaveradi. Narx-navosi xudo xolasa 2026-yildan chiqadi do'stlar. Qo'qon ya'ni Nur Texno Groupga yetib kelganmiz. Instagramlarni do'stlar pastda atmetga qilib ketamiz. Kiringlar, to'liq ma'lumotlar shu Instagramda bo'ladi.